Yo, WhatsApp, hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda men Minecraftga qanday qilib mod qo'shishni o'rgataman. Qani, let's go. Mana shu modni yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Biz yuklab olamiz. A few moments later. Mana biz modimizni ham yuklab oldik. Unga endi internetda yoqib kirishimiz kerak bo'ladi. Biroz kutamiz. Aytgancha bo'sh vaqt bo'lganda kanalga obuna bo'ling. Yangi bo'lsangiz videoga like bosing. Obuna tugmasini esdan chiqarmang. Do'stlar, men boshqa mod o'tkazdim. Bu mod bo'lmadi. Chiqib boshqa mod o'tkazib, kar deb yozib Minecraftda o'shani o'tkazdim. Hozir o'tkazilmoqda. Endi открыть va Minecraftda bosamiz. Mana Minecraftga ham kirib oldik. Endi mana bu yerda bosamiz. Keyin esa mana pechkani rasmini bosib, mana bu 3 ta o'zi o'chiq turgan bo'ladi. Mana shularni yoqib qo'yamiz. Keyin naborniy resurs sandiqda rasmini bosib bunga e'tibor bermaysizlar. Men oldindan qo'shib qo'ygan ekanman. O'shani o'chirib boshqatdan hozir ko'rsataman sizlarga. Mana dostupniyni bosib, birinchi tagisini bosib, mana o'zingizlarga kerak bo'lgan modlarni qo'shib olasizlar. Mana men shu modni qo'shishim keldi. Mana mashina modni qo'shdim. Endi bosamiz. Ozroq kutib turamiz. Kim yangi bo'lsa yoki eski bo'lsa ham obuna tugmasini bosib qo'ysin va like tugmasini bosib qo'yinglar. Agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa like tugmasini bosing. Agar bu videoga 100 tadan oshiq like yig'ilsa, men qanday qilib pulli Minecraftni tekinga o'tkazishni o'rgataman. Kechirasizlar, skin o'zgarib qolibdi. Mana endi mashinalarni hozir shu yerdan olishimiz mumkin. Mana bu qandaydir gaz tugmalar moddan qo'shilgan. Balki mana bundandir. Hozir ko'ramiz. Creeperlarga nima qildi? Naqdan qadrichi.
chiqib shundaylarda mana shunday qilib modlarni o'tkazib olasizlar. O'zinglar xohlagan modinglarni o'tkazib o'ynashingiz imkoniyati bo'ladi. Shuning uchun kanalga like bosing, obuna tugmasini bosishni unutmang.